Bismillah do'stlar, qaranglar, men yo'lda kelayotganimda ko'pchilik mana daftarning ichiga narsa yozib bergandi. Salomlarimizni yetkazing deb. Endi ochib birma-bir o'qib chiqyapman do'stlar. Hamma niyatlaringga yetinglar. Qaranglar, mana nimalar yozilganligini. Panohida bo'ling. Eng avvalo Ka'ba-i Munavvaraga borganda birga va oilamizga va xalqimizga tinchlik, salomatlik so'ragin. Amin do'stlar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Jamiki musulmonlar oxiratda Allohning jamolini ko'rish nasib aylasin. Do'stlar, mana Ibrohimjon Rustamjon haqqiga duo qiling. Sizga o'xshab Makka va Madinaga kelish nasib ro'za aylasin. Dildora mening ismim. Haqqimga duo qilib qo'ying. Dildora opam